get Vibo, he can fly. Vibo is your friend. Vibo takes you through the sky, all around the world. Henry comes along with him, then he also runs, solving problems, learning and having so much fun. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vibo dövləti uyiga qaytish. Бүгінгі Vibo dövləti başqa kunlarga qaraganda texmi yangiç edi. Anladыңмы? Bularning deyishicha Vibo uyga qaytib tug'ilgan kunni o'tkazdigan. Shundoq, men anladim. Kim o'ylagandaysan? Bizning bu kalapay samoqlashib o'ylamagan yerda botir qahramonga aylandi. Bu alayda kentda bir alayda ish yashaydi. U dunyoning hamma yerini aylanib kelib, oxiri uyiga qaytdi. Bu bo'lsa-mu bizning Vibo. Atganliging xayrlik bo'lsin, Bibi. Mening to'limi. Bibi. U balkim allaburun turib bo'lib, pastga tushib ketgandi. Appa, dada, uyda odam bormi? Suyimlik Vibo, yaxshi uxlagan bo'lishingni umid qilamiz. Biz sirtqa chiqib ketdik, kechroq qaytib kelamiz. Seni suyib opang bilan dadangdan sirtqa chiqib ketdik. Ammo bugun mening tug'ilgan kunim tursa, ular bu ishni unutib qolmagandi. Henry, uzar nima ketgandi? Ko'pchilik nima ketgandi? Bechora Vibo, balkim hozir titit bo'lib ketgandi. Tug'ilgan kunini unutib qoldi deb o'ylab qolgandi. Vaqt kelganda uningga hayron qolarlik sovg'at beramiz. Vibo'ning dunyoning har qaysi yerlaridagi do'stlarining men avatgan taklifnomani qabul qila olishini bekmi umid qilaman. Bo'lmadi. Bu chog'ini faqat bo'lmadi. Esyatni texmi uyg'otgan. Ishko'choq. Muzartning burunqi turalg'usida dijorlik qildigan chashqonga tez yo'llanma. Vibo'ning tug'ilgan kuni bo'ladi ekan. Ko'pchilikning hammasi qatnasha oladi ekan. Bu nihoyat yaxshi bo'pti. Biz darhol tug'ilgan kun naqshini mashq qilaylik. Tayyorlig'inglar bitdimi? O'ylab baqay. Algan yemekliklar yetami? 10 tal banan, 8 o'chim quruq cho'p, 1 ish olma, uningdan boshqa yana sandvich. Suvchi. Har bir odamga 15 litr. Xotira qo'yib, kitob, yana bir uxlash xolisi elib olamdiq. Men uncha ko'p narsani yutib bo'lolmayman. To'g'ri. Yana o'ylab baqay. Ha, rost. Biz Vibo'ning sovuqni unutib qoldik. Bo'ldi, birodar, Vibo dövletiga yurish qilaylik. Anlab tur, Vikodan. Men doim sen bilan talishib o'ltirsam bo'lmaydi. Sana deb qo'yay, g'alati maxluq deydigan narsa asla yo'q. Albatta bor. Yo'q, bor. Yo'q. Anladingmi? Ay, halol, kechiringlar. Men aldirash holda ushqur ish do'stim Vibo'ning tug'ilgan kuni ziyofatiga maqdim. Xo'sh, amsa. Nayt yaxshi bo'ldi. Endi biz nimani talashimiz? Henry. Ular qandoqsiga unutib qoldi. Bechora Vibo azoblanganligidan o'g'zida o'ltirib qoldi. Salomat bo'lgin. Rahmat. Arzimaydi. Gap qilgan kim o? Ha? Meni de otamsan? Shundoq, sen. Bu ovoz nereden chiqyotidi? Albatta mening og'zimdan chiqyotidi. Shundoq, lekin sen qayerda? Vibo bu sirliq ovozni izlashga boshladi. Yo'q, u yerda emas. Vibo kayniga burilib, o'g'zining ustida uyoq bu yoqqa mengishga boshladi. To'satdan bir ishni o'yladi. Hey, men Haykilis. Hay. Vibo, mening seni bilib qolganing yaxshi bo'pti. Sen Batur ekspeditsiyachi bo'lib qolmay. Sen yana bu programma cho'lpini. Shundoqmi? Albatta shundoq. Vibo dövlətdəki cümlələrinin izcil bu dünyanın düşəngüsü var idi.
Sen xasiyetli qulqundan paydalanıp bu sehrli dünyani aylanğanda biz aramızdaki bireylerini sen bilen birli cahankezlik qilib bu sayohat xotirasini xabar qilishga buyurdik. O bo'lsa-mu men bu musofada izchil posmonning ishiga mo'kinib oldim. Bu haqiqatanmi xosiyatlikkan? Albatta shundoq. Sen bu xashqlar bizmi shundoq ajoyib qiziqarli ishlarni, tavakkülchilikni, hattoki aşı bilimlarni bilib oldik. Biz sening qaytib kelib o'z chiroyingni ko'rishingni saqladik. O'tinib qolay. Men bilan birga berib, ular bilan ko'rishgan bo'lamdi. Bu kechirgin haykilis. Hozir mening kayfiyatim faqat yaxshi emas. Chunki bugun mening Kela Vibo. Barliq cho'millar seni taqozolik bilan kutyapti. Bo'pti, qaraganda ko'pchilik tug'ilgan kunimni unutib qolgan o'xshaydi. Bo'ladi haykilis, sen bilan birga boray. Yaxshi. Unda seni boshlab boray. Biz mangayli. Tinchlikmi cho'mpot? Sen qaysi faoliyatning? Bo'ldi. Do'stlarning hammasi kelib bo'pti. Yo'q. Yana Timol doktor yo'q-ku. Timol doktor? Uning qayerdaligini rastli bilgim ba. Tezroq bo'l abjaq uskuna. Sen meni elib Vibo'ning tug'ilgan kun ziyofatiga opirish kerak. To'g'ri. O'rni bo'lsa Vibo o'ldi. Vaqti bo'lsa, o'ylab qo'y. Hazırla. To'xta. Hazır baramdim yoki bir necha minut ilgari bo'lamdi. To'xta. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, Vibo. To'xta, tur. Ko'pchilik qayerga ketdi? Sen nimandaq kichik ko'rinasan? Men endi bir yosh kirdim, efendim. Bu mening tunji qitimli tug'ilgan kun so'g'dim. Men dunyodagi eng chiroyli sovg'at. To'g'rimi? To'g'ri. Vaqtni xato qilib qo'yibdiman. Kechiringlar. Tinchlikmi cho'mpot? Sen qaysi faoliyatda? Bo'ldi. Do'stlarning hammasi kelib bo'ldi. Yo'q. Timol doktor texi kelmabdi. Timol doktor? Uning hozir nerdaligini bakli bilgim. Men keyin qoldimmi? Keyin qoldim shundaqmi? Kechikib qoldim shundaqmi? Timol ketdi. Kechikib qolmading, Timol doktor. Dal ilgirib keldim. Vaqtida. Tinchlikmi ko'pchilik? Vibo'ning kelayotganini ko'rdim. Biz keldik. Hozir qarab baqsang bo'ladi. Kutdimi? Vibo tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Nima degani hayron qolarlik. Vibo. Bibi, Henry. Sen rastla bizda tug'ilgan kuningni unutib qoladi deganmi? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, o'g'lim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, o'g'lim Vibo. Dada, apa. Hey! Men Şangangdan anlap kelgan yumurlarni silak deb beray, Bir kishi doktorxonaga ko'rinib, "Hey, doktor, men har qatim to'g'ri teganda oshqoznim kuyib ketadi" debdi. Ondan doktor uningga keyin qatim to'g'ri teganda avval shamni elib etgan debdi. Gap qil. Hey do'stlarim. Sizlarning kelganinglarni ko'rib bak xushal bo'ldim. Dunyoning har qaysi yerlarida bundaqcha do'stimning bo'lishi ko'nglimni ajoyib illatdi. Obdan do'sti bo'lish nayt qaltis ish. Vibo. Ko'pchilik tayyorlaninglar. Meni ozodlikqa erishtirganingga rahmat, Vibo. Vibo, biz faqat biz nima demoqchi, unutib qopdiman. Men topdim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sen ismingni nima deganding? Chaqchaq qo'ydik Vibo. Shokilani xotirasini asli keltirib berganingga ko'pdan ko'p rahmat. Biz hozir noytib baxtli.
Bu sening sovg'iting Vibo. Biz asl texmi yaxshi so'g'ib demoqchidik. Afsus, biz u boyliqni olamay pul topolmadik. Men o irchaqchaq qilyapti-da. Albatta chaqchaqda. Balkim bizning pulimiz bo'lmasligi mumkin, lekin biz nihoyat erkin. Uning ustiga yana nurg'un do'stlarimiz bor. Ularning hammasi uchun senga rahmat aytaman Vibo. Diqqat qil. Diqqat qilib angla Vibo. Anglayapsan? Yaxshi. Undaqda buning nimaligini bilamsan? Sen albatta bilmaysan. Sening do'sting Beydi mayodik chig'ida tilak-tilab ko'lchak tashlagan heliq tangi shu. Men vaqt o'yinidan foydalanib buni ep keldim. Endi hozir sen tilak tilsang bo'ladi. Bu chuqum amalga oshidi. Aslida men tilakni amalga oshirish uchun tangini ko'lchakka tashlaydigan o'xshaymiz degandim. To'g'ri. Qara. Bu botilkaga dal osh ko'lchakdagi suv qachilangan. Rostmi? Yolg'on. Albatta rost. Bo'ldi. Tilak. Shundoq Vibo. Qani tilak. Tez bo'lsang-chi. Ümidim shuki, men bir kuni bayqashni, Yangi davlat. Yangi qo'riqliq. yangi dunyoni bayqashni umid qilaman. Yaxshi tilak bo'ldi. Endi tabriklash marosimini boshlaylik. Shuning bilan shakichiklar Viboga agishib nurg'un qitim tavakkulchilik qildi. Esinglarda bo'lsinki, oila eng illiq makon. Kelar qitim ko'rishaylik.